Hammaga salom. Bu videoda sizlar bilan infografika, ya'ni nasriyada qilingan infografikani Canva'da tahrirlashni o'rganamiz. Bu unaqa qiyin emas, qanaqadir bir prompt yoki bir nima qilmaydi, kerak bo'lmaydi. Shunchaki hozir sizlarga qadamma-qadam tushuntiraman. Hozir qisqacha qilib tushuntiraman. Ya'ni siz nasriydan suratni saqlab olasiz. Saqlab olganingizdan keyin siz Canva'ga o'tasiz. Canva'da sizni profilingiz o'zi bo'lishi kerak. Ya'ni siz u yerda registratsiya bo'lgan bo'lishingiz kerak. Agar registratsiya bo'lmagan bo'lsa, hozir kirib registratsiya bo'lib qo'ying. Xo'p, siz infografikani olasiz. Infografika olgandan keyin Canva'ga o'tib, Magic Layers degan joy bor. O'sha yerga bosib infografikani yuklaysiz. Yuklaganingizdan keyin ozgina, где-то 30-25 sekund kutasiz. U sizga infografikani, ya'ni o'sha nasriyada olgan infografikangizni tahrirlaydigan ko'rinishga keltirib beradi va o'shandan keyin yozuvlarini, o'ziga yoqmagan detallarini, qanaqadir bir hamma narsasini, o'sha yoqmagan, yoqqan o'zgartirib, joylarini o'zgartirib, ya'ni tovaringiz joyini, tepadagi yozuvlari yoqmasa yoki pastdagi yozuvlari ko'p yoqmasa, shunday qilib o'zgartirib olishingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasa qani ketdik, boshladik. Tak, birinchi o'rinda infografika bo'limiga kirib olib, o'sha sizni o'zingizni tovaringizni yuklab olasiz. Undan keyin namuna yuklashingiz kerak, ya'ni shu dizayningiz chiroyli chiqish uchun bironta namuna yuklaysiz. Va shunchaki yaratish knopkasini bosasiz va ozgina kutasiz, sizga tayyor infografika bo'ladi. Tayyor infografikani siz yuklab olishingiz kerak. Bu yerdan hozir yuklab olib Canva'ga o'tasiz. Canva'ga o'tib, bu yerda profilingiz bo'lishi kerak. Agar profilingiz bo'lmasa, yaratasiz yangi. Hozir mana shunga o'xshab va u yerda Magic Layers degan joy bor. Bu главный bo'limda bo'ladi. Shuni bosasiz, shuni ustiga bosib, o'sha infografikani yuklaysiz, ya'ni bizdagi infografikangizni yuklaysiz. Yuklaganingizdan so'ng tepada shunaqa открыть redaktor chiqadi va o'shani bosib, ozgina kutasiz. Ozgina kutganingizdan keyin shunaqa tahrirlashga, shunaqa Canva qilib beradi va bemalol sizga yoqmagan joylarni, ya'ni razmerlarni to'g'ri qo'ygan bo'lsa, shu joylarni to'g'rilab, bemalol o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Tahrirlashni tugatganingizdan so'ng tepada поделиться knopkasi bor. Shu yerda skachachni topib, shunchaki o'zingizga surat yuklab olasiz va bo'ldi.